Xo'p, seksualniy женский energiyani mo'shniyligini isbotlovchi 6 ta punkt bilan tanishtiraman. Mana shulardan qaysi biri sizda bo'lsa, demak, seksual energiyangiz rivojlanyapti degani va qolgan 5 tasini rivojlantirib olasiz. Ketdik, bismillah. Любой sferada bo'lishingizdan qat'iy nazar, qanday holatda bo'lishingizdan qat'iy nazar, insonlarga magnetizm sizda bo'lsa, demak, sizda женский energiya, seksualность va hokazolarning hammasi normada degani. Bu qanaqa isbotlanadi? Kimdir sizdan maslahat olgisi keladi, hamma siz bilan muhokama qilgisi keladi, sizga intiladi, siz bilan gaplashadi, siz bilan nima deydi, bo'lishadi fikrlarini, o'zini hayotini muhokama qiladi va hokazo. Nolish haqida gapirmayapman. Men pozitiv energiya haqida gapiryapman. Ot prямchi durdon, men bundachi, men bunaqa bo'ldi-de, keyin buni qanaqa qilishim kerak? Shu yerda yordam berib var. Bo'lishi mumkin sizlarda ham, to'g'rimi? Lekin bunaqa bo'ldi, bunaqa voqealar bo'ldi, nima his qilyapsan, shu yerda nima bo'ldi? Intuitsiyadan foydalanaylik va hokazo. Men prosta misol uchun aytyapman. Ikkinchisi, imkoniyatlar eshigi ochilib ketadi. Ishoning, siz prosta bankka bordingiz, ishingizni qilib bitirib kelishingiz kerak. Sizdan oldin shuncha o'chirib, lekin qaysidir erkak sizga shunday o'zini o'rnini berishi mumkin. Yoki shunchaki ruchkangiz qo'lingizdan tushib ketdi, kimdir olib berishi mumkin. Yoki qaysidir joyga ishga bormoqchisiz, to'satdan qaysidir tanishingiz sizga yordam berishni boshladi. Yoki nimadir vaziyat bilan qayerdir ishingiz tushib bordingiz, o'sha vaziyatni shunchaki bitta erkak sizga kompliment qilib bajarib berdi. Va hokazo, qaysi sferada, qanday yo'nalishda bo'lishidan qat'iy nazar, sizda imkoniyatlar eshigi ochilyaptimi? Demak, sizda женский energiya joyida degani. Uchinchisi, oson va tez pul kirib kelishni boshlaydi. Bu shartsiz. Voy, men bunda, ya'ni oshiq daraja emas, yetarli darajada. Voy, buni bermaydi-de, qilolmayman de, lagacha yetib kelaveradi. Shahnoza eslaysizmi? Mana shu energiya sizda ko'tarilganda zo'r bo'lishni boshlagandi. Bitta misol. Shahnoza aytganda, menga birinchi coach o'tayotganimizda Durdona, men bu kasblarimdan ketolmayman, bir nechta kasbda ishlayotgan bo'lganlar. Bu kasblarimdan ketolmayman, chunki men pul topolmayman bu yerdan deganda. Siz buni qo'yib yuboring, sizga pul o'zi kirib keladi, женский energiya bo'yicha ishlaysiz. Rostdan ham ularni shotiga podarkalar, yana nimadirlar bo'lib, bu shotlariga pul tushishni boshlagan, kimdir pul berishni boshlagan va hokazolarda. Xuddi shunaqa vaziyatda sizga oson, tez pul kirib kelishni boshlaydi agar rostdan ham siz женский energiya bo'yicha ishlashni boshlaganingizda. Keyingisi, tashqaridagi insonlar xuddi siz bilan gaplashayotganda o'zini juda xotirjam his qilishni boshlaydi va ichki nurni his qilishni boshlaydi. Ana, quyoshga o'xshaysan, hammaga yaxshilik qilasan, senga farqi yo'q, nima borsanda, nimagadir sen bilan gaplashsam yaxshi bo'lib qolaman, mazza qilaman, yana nima? Pozitiv bo'lib qolaman, energiyang qanaqa, kayfiyatim ko'tarilib ketadi sen bilan gaplashsam va hokazo. Bu ichki nurni borligidan, ya'ni qalbni poklaganingiz sayin siz asliyatga qaytaverasiz-ku, женский energiya o'z-o'zidan ko'tarilib boraveradi. Beshinchisi, bu ijodkorlikni ortib ketishi. Juda любой joyda, любой holatda hobbingizda ijod qilishni boshlaysiz. Ishlamaysiz o'sha. Siz ijod qilasiz, kayf qilasiz. Любой ishda kashta tikasizmi, rasm chizasizmi, bitta post yozasiz, nima qilishingizdan qat'iy nazar ijod qilishni boshlaysiz va sizni ijodingizni vobshe bu sferaga qiziqmaydigan insonni ko'zi tushib ham voy deydi. Nimaga? Chunki sevgi bilan yaratiladi. Ijodkorlik bu sevgi degani, ichki nurni paydo bo'lish degani. Oltinchisi, xuddi sizga omad olib keladigan talismanga qaragandek qarashni boshlaydi insonlar. Nimagadir sen hayotim kirib kelgandan keyin pozitiv bo'lib ketdi. Nimagadir sen bilan gaplashgandan keyin o'sha ishlarim hammasi hal bo'lib ketdi. Nimagadir sen bilan tanishganimdan keyin omadim kelib ketdi, izobiliga ochilib ketdi va hokazo. Erkaklar juda tez ishlatadigan so'zlar bu haqiqiy ayollarga. Mana shu 6 ta punktdan qaysidir bittasi bo'lsa, mahkam ushlab, qolgan 5 tasini rivojlantirishga harakat qiling. Sizni haqiqiy ayollikka chorlaydigan eng zarur punktlardan biri. Tak.
Zo'r. Endi mm, Shahnoza opamlardan ruxsat so'ragandim boya men video rasmlar do и после rivojlangan rasmlarni men просто ular sizlarga tanishroq bo'lgani uchun hamma gruppada bo'lganlari uchun ularni yaxshi taniganinglar uchun ulardan misol keltirmoqchiman. Nozima shu yerdamisiz? Do anaqasini tashib bering bizga videosini. Nozima shu yerda ekansiz. Kanalga tashib bering, mana shu перезагрузкani kanaliga. Hozir razbor qilib ko'ramiz. Ko'ringlar-da qizlar videoni. Keyingisida keyin razbor qilamiz. Просто ko'rib olinglar videoni. Ovozini eshitishingiz shart emas. Chunki ovozida unaqa ko'p anaqa his qilmaysizlar. Просто ko'rinishlarini o'zidan уже сразу sezsanglar bo'ladi. Da. Mana shu Shahnoza opa. Ikkala videoda ikki xil ko'rinishdagi inson. To'g'ri, yuz tuzilishi bir qarashdagi holatda sezilmasligi mumkin. Lekin sizlar o'zingizlarning ustingizda ishlayapsizlar-ku. Sizlar yuzdagi har bitta vaziyat o'zgarganini his qila olasizlar. Qoshlar, yuz tonuslarini o'zgarishlari, o'zlarini tutishlari juda katta farq bilan bo'ladi. Men bulardan iltimos qilganim sababi rostdan ishladilar. Chunki murskoy bu adashmasam bu boshida o'sha bir yildan keyinmikin qo'yilgan video edi, menga yuborilgan video edi. Bunda ham ancha o'zlarini ustida ishlagan paytlari edi, lekin men shu video menda saqlanishda bor, qolib ketgan. O'sha lichkamizda gaplashganda shu videoni misol keltirishga harakat qilaman. Chunki rasmlardan ko'ra videoda aniq chiqqanlar-da. Молодцы, zo'r razbor qilyapsizlar. Qaranglar. Ayol женский energiyalarda rivojlanadi. Unda rostdan ichki nur paydo bo'lishi boshlaydi. Rosta kassim rivoj ketishi boshlaydi. Женский holatda rivojlanganinglarda. Endi aytishinglar mumkin-da, biz qanday bilib olamiz? Qaranglar. Birinchi videoga ahamiyat berganinglarda ular hozirgiga nisbatan Shahnoza ancha daromadingiz yaxshi-da o'sha paytda. Ya'ni murskoy energiya obrazidagi daromadni topardingiz, как мужчина. Hozir yozsizlar deb. O'shanga chiqib oldi. Voy, молодец. Zo'r. Tipa примерно shunaqa edi. Hozir endi chiqyaptilar. Biz qaysidir kursda gaplashganimizda yo'q, hali chiqmagandilar-da. Boshda rost kamayib ketdi. Da, bu tabiiy. Chunki anaqa hali ayol bo'lib ulgurmidingiz-da boshida. Shuning uchun reska to'xtatib qo'ygansiz-da. Qaranglar, o'sha erkaklik energiyasida kelayotgan rizq ayollik energiyasida ham kelaveradi. Biz просто erkakning ishini qilganimizdigina keladi deb o'ylaymiz-da. Yarmi ham qolmaganda hamma narsadan voz kechgandim. Ko'ryapsizlarmi? Endi nimaga kelyapti? Endi energiyaga kelyapti. Ya'ni женский energiyaga kelyapti. Aslida pul женский energiyaga keladi, qizlarjonlar. Faqat u energiyani erkak orqali olganimiz uchun biz o'ylaymizki, erkakka keladi faqat pul deb o'ylaymiz. Yo'q. Aslida erkakdagi bizni energiyamizga keladi. Ya'ni bizni energiyamiz, женский energiyamiz normalni bo'lsa, ularga normalni energiya bera olsak keladi. Karyera ham, ro'st ham, pul ham. Menda Iroda opa xos sizniki yo'qda, anaqa Shahnoza opamlarnikini tashladim. O'zingizda bormi? Lichkangizda bormi? Men tashlamadim-da, buni oldinroq tayyorlatib qo'ydim, Nozimaga dars o'taman. Agar bo'lsa siz tashlang-da, siznikini ham razbor qilamiz. Bor ekan-ku menda. Shu. Hozir kanalga tashlab beraman.
Ko'ryapsizlar? Hozir shaxtni razbor qilaylik-da. Pastdagi energiyada biza уже yonayotgan ayolni ko'ryapmiz-da. Pastdagisida endi уже женский energiya bilan nafaqat женский energiyani o'zi, balki seksualность ham qo'shilib rivojlanyapti-da. Shuning uchun kompleks ishlanayotgani uchun energiya явно bilinyapti pastda. Gibkis bilan ishlayaptilar, yuz bilan ishlayaptilar, tana bilan ishlayaptilar, psixologiya bilan ishlayaptilar, din bilan ishlayaptilar. Har taraflama kompleks ravishda rivojni olib ketishga harakat qilganlar uchun nag'li ko'rinyapti natija. Tak, endi irodipga kelsak. Hozir men yana boshqa narsalarni qilaman. Irodipda ko'rdinglarmi? Jiddiylik, tabassum qilib turibdilar birinchi rasmda, lekin jiddiylik juda yuqori. То есть menga yaqinlashmalaring, meni o'zimiz zonam bor, mana shu chegaradan o'tmalaring, chegara bor edi. Ayollikda ham chegara kerak, lekin u chegara yumshoq chegara bo'lishi kerak edi. Bu yerda qattiq chegara. То есть agar hozir kimdir menga nidday bo'lib tashlanadigan bo'lsa, damini beraman degan energiya turadi-da. Keyingisida уже gibki. Yumshoq energiya. Sezayotgan bo'lsanglar. Endi следующий mumkin, 4 list bo'ldi yozganlar. Endi qaranglar. Men nimadir aytaman deb o'sha fishkani gapiraman deb chalg'ib qoldim. Demak, пока kerak emas ekan. Eslolmayapman. Xullas esimga tushsa audio qilib yozib qo'yaman-da shu joyini. Tushuni oldinglar-ya, ozgina chalg'ib qoldim mana shu yerda. Samimiylik ham bor, maska yo'q-da. Yuqoridagi rasmda maska deb bo'lganlar-da, irodippa. Nima demoqchi edim? Nimadir fishkani aytib o'tib ketaman dedim. No ladno, demak kerak. Kerak emas ekan пока. Xullas, bugungi mavzu mana shulardan iborat, девочки. Menimcha yetarli darajada bo'ldi. Xudo xolis. Shu anglashlar, savollar yoki o'sha holatga baho berishinglar va ikkalasini farqi haqidagi muhokamalar hammasi guruhda qilinglar. Sababi qaysidir kimnidir anglashlari yoki kimnidir o'sha qoldirgan kommentariyasi orqali yana kimlardir o'ziga podskaska oladi. Balki shaxmat ham o'zlariga olar. Har birimizga bu juda kerak. Har bitta inson o'zini fikrini bildirgani sayin ochilish bo'ladi. Shuning uchun muhokama qilishdan, ya'ni yaxshi kommentariya qilib demoqchiman. G'iybat emas, конечно. Muhokama qilishdan va bir-birimizga podskaska berishdan jadniylikni to'xtataylik. Nabrot ochib beringlar bir-biringlarni. Bizda o'sha prof kursda birga o'qigan kursdoshlar bor-da, shaxmat. Men ikkita kursda qayta-qayta o'qiganman-ku, bitta profda. Shuning uchun menda gruppa ko'proq, lekin ikkinchi gruppamiz aktivroq-da bizda. Bitta rasmni shunday tashlasangiz-da, hamma guvillab nimani his qilayotganini shat etadi. Men bu programmangiz ko'tarilibdi, men bu bilan ishlayman, karma bunaqa bo'libdi, bu bunaqa bo'libdi. Mana shunda rostdan ularni yozayotganidan yoki gapirayotganidan yoki tavsiyalaridan men o'zimni bitta coach emas, 10 ta coach olgandek his qilaman. 10 xil psixologdan olgandek his qilaman. Nega? Chunki hammasi energiya beryapti, menga energiya sarflayapti. Обязательно kimlardir energiyasi menga zo'r, mo'shni ta'sir qiladi. Podskaska olaman, o'sha bo'yicha ishlashni boshlayman. Shuning uchun juda tavsiya qilaman, bir-biringlarga befarq bo'lmasdan bemalol shidra maslahat beringlar. Buguncha shu, menimcha ozim tolib ketdi, to'g'risini aytsam. Kun bo'yi bugun ko'p gapirganimga bo'lsa kerak. Yaxshi dam olinglar, Allohga omonatsizlar. Inshaalloh xayrli, manfaatli va hayotiyligi nur bo'ladigan ilm bo'ldi degan umiddaman. Alloh har biringlarni ketkazgan vaqtinglardan rozi bo'lsin. Vaqtinglarga sizlar ham rozi bo'linglar. Allohga omonatsizlar. Hammaga xayrli tun.